Sizchami? Kuyib ketdi nahvi. Estet. Fazliddin tug'ilgan kuning muborak bo'lsin deydi-ku. Mana shunaqa gaplar ekan. Sanjik qamaldi. O'zi shu qaranglar-da. Siz Sanjikka ham qo'toq bo'lmadi shunaqa narsaga aralashib. Shu palyonnalik Porsche'stanlik bo'libdi-da, sindi-da. O'zi misol uchun ko'p narsani ko'rgan inson bittada his qiladi-da, kim mashkachaligini. Bilmadim, falon million dollarga qurdim. Abijni madam. O'zi bilan rus tilida net degan so'zida bilan nahvi 4 ta harf bo'lsa 5 ta xato qiladi. Qo'tavona. Я не знаю, блядь, dedi. Olibdan yo'qolgan. Bu dunyo olibtalariga chidamas. Yolg'onlar ham uzoqqa ham chidamas deydi-ku. U скорее всего shu qamalib ketgan bachchani ayasiga tuhmatlik qiluvdi-ku, uyini yoqaman, unday qilaman, bunday qilaman. Ko'ttiga sikib yordi. Shu hayron bo'lmanglar, yana bunaqayni balabolu fuflametlar chiqaveradi. Ventilyator deyiladi undaqaylar. Ventilyator degani havoyda o'tiradi. Falonchi million, muncha million. Bunga sababchilardan biri o'ylayman shu Jahongir Latipov. Yarim to'la shu mashkalarni uyiga boradi-da. Voy bilan falonchi million deydi. O'zi Instagram hayotini ko'rsangiz, shuning uchun ham sizlarga ko'p tavsiya qilmayman. Instagramni ko'rsangiz, o'zingizni hayotingizdan nafratlangingiz keladi. Kimni qarama onangni sizga milliarder, millioner, bitta biznes qilgan, o'xshab ketgan, ustozini duosini olgan, hammasi qiynalgan, singanlar, jabrdiydalar. Birortasi ham aytmaydiki, boshida bir ikkitasini aldaganman, mashinalik qilganman, ana shu pulga tema qilib, soqqan qilib, sikib yuribman deb aytmaydi. Hammasiga shu ustozi duo bergan, ota-onasini duosi bilan bo'lgan, o'g'lim barakasini bersin. Hayotda unaqa bo'lmaydi. Hayotda unaqa bo'lmaydi. Hayotda birov bilan sho'rni quritasiz, amini chiqarasiz, kidat qilasiz. Birov pulni o'g'irlab, o'ldirib, kidat qilibmi olasiz. O'sha pul qo'lingizda paydo bo'lib qoladi. Biznesga tiqasiz. O'xshab ketadi. Keyin bilan tavban qilib, spon yoqib, biznes partnerlarimni tashab ketgan deb qo'ttag'am bo'lmaydi bunaqayni. Hayotda unaqa bo'lmaydi. Hayotda shu amini chiqarasiz, kimnidir sho'rini quritasiz, sikasiz, kidat qilasiz, o'g'irlik qilasiz, o'ldirasiz, nimadir qilasizda. Qo'ttag'dan oylikdan bo'lmasa biladi. Oyligingizni ne hisoblang, nima qila olasiz u oylikka? Aldov yo'li bilan, tamom. Birinchi bo'lib shu qarindoshingizni kidat qilasiz. O'zingizniki yaxshi-da, yaqinroq. Sizga sal uzoqroq qarindosh chopvoraverasiz, poxxo'y. Hozirgilar onangizga amakivachchalarni ham bosib o'ryapti. Oldinlar sal insof bo'lardi. Xolavachcha, tog'avachcha u qilib sal uzoqrog'ini chopib bozor bo'ylab ko'payib ketdi. San'atda san'at qolmadi. Kinoda ma'no qolmadi. Hamma yoq yolg'onchi, hamma yoq Instagramda pizdes. Bitta shu onangizga ma'ni hayotim bir amiga kirib yotdimi deysiz-da, u Instagramni ko'rib. Shu aka men $600 oylik olaman. Shu oy omuz kimoqchiman. To'ppa-to'g'ri aka. Shuning uchun Instagramda u haliga dalboy bilan gapiga ishonmanglar. Haliga ular nima uchun aytadi bu gaplarni aytaymi sizlarga? Siz ham o'shaladek mashinlikcha bo'lib boyib ketmasligingiz uchun.
ular bizga maslahat beradi-ku, halollikda, to'g'rilikda. To'g'ri bo'lsang, halol bo'lsang, qo'taqdan shuncha pul ishlaysan. Savdo qilsang, mana Xitoydan olib kelgansan, aldamasang agar ustiga bilet faloncha pul qo'yib turib, aka ustiga 5 so'm qo'yganman desang, qo'taq bormi senga savdoda? Aminga kirib bankrot bo'lib sikilib ketasan, yurasan keyin. Bizga ana shu maslahat beradiganlar, ular o'shalarni finchasini biz takrorlamasligimiz uchun bizga yolg'on ma'lumot beradi. Ustozingni duosini ol deydi. Sikasanmi ustozing duosini? Nima qilasan ustozing duosini olib? Shaurma munaxuni yeysan bilay. Halollikda deydi. O'zi onangni sikib bilay. Halol haromga biz hali bizga dahqo'ya borali. Halolligida, unisida, munisida. Yig'ishdan kasatavag'ing yopti vaymat bilay. Sikishni o'rgatasan pidarazla bilay. Hammasi halollikda, hammasi to'g'rilikda. Bizlarga emas, bo'liga bizlar o'zi chala chulpa narxi bilan yarmi kommunizm, yarmi narxi bilan ateizm, yarmi nima bo'lib zo'rg'a 3 pokoleniya oldingi odamlar mana o'qish yozishib, hamma bilishni boshladi. O'zi svetskiy davlatda yashasak. Bizga mana yerda biladi. Mana shunday svetskiy davlatda, ya'ni demokratik svetskiy ochiq davlatda bizga halollikda, bu ribomi, u anavmi, manavmi deydi. Shunchaligi gap so'zlarni eshitib Dubayga borib am sikib kelsang abidni bo'ladi-da. Turkiya mana biladi. Musulmon davlati. Lalalayga borib biladi, qo'tag'ing yirtilib ketguncha on siksang bo'ladi. Mashinniklik tillo sotuvchi eng haromlari ham shu yerda bo'lsa. Bizlar kim qo'yibdi olasizki, bizlar. Shuning uchun biladi, shunaqa safsata gaplarni eshitmaylar. Duoda gap ko'p, duoni so'kmang. Men hozir как раз duoni so'kib o'tiribman-da. Хорошо aka, duoda gap katta ekan, mayli. Tasavvur qiling. Siz tasavvur qiling aka. Gapimni eshityapsizmi aka? Tasavvur qilingda, siz o'sha pul olma duo ol deydi-ku. Siz tovar olib kelyapsizda, bitta kampircha kelyapti-da, bitta duo qilib qo'yaman, arzonroq ber desa, erta kalishingizni topolmaysiz aka. Arendator kelib ko'tingizga bir tepa paydo boradi. Duo qilaman desa, pashon naqi ko'chada duoyini qil deydi. Bu hayot qonun qoidasi shunday. Tushunyapsizmi? U kimda, nima uchun odammi bu? Ya misol uchun to'g'ri, qandaydir qoniqtirib rozi rizochilik deydi-ku, shunaqa gaplar bor. Lekin biznes qilib hayotda amini chiqarib tashlagan odamlarga emas-da. Minimalni bo'ladi o'liga. Rozi rizochilik. Ipi bilan deydi-ku.